Sovet brendi Zilning to'g'ridan-to'g'ri vorisi endi O'zbekistonda zavod qurganini bilasizmi? Gap albatta FAV Trucks haqida ketmoqda. Ushbu hafta brend 75 yildan beri yuk mashinalari ishlab chiqarish bo'yicha yuqori o'rinlarda yuradigan kompaniya hisoblanadi. Aytgancha do'stim, ertaga ham ko'rishishimiz uchun bizga obuna bo'lib qoling. FAV brendi O'zbekistonning Andijon shahrida VUM kompaniyasi tomonidan FAV Tiger lentasidagi ayrim modellarni ishlab chiqarishni boshlagan. VR modellar seriyasi o'zining ixcham gabaritlari va yuk ko'tarish qobiliyati bilan mashhur texnikalar seriyasiga kiradi. Andijonda bu modelni muzlatgich, izoterma, bortovoy, tentlik va boshqa bir necha konfiguratsiyalari mavjud. Masalan, Tiger VR refrigerator konfiguratsiya -5 dan -20 gacha sovutishga qodir. Devorlari 8 cm va pol qismi esa 10 cm ni tashkil etadi. Yuk ko'tarish kuchi esa 1800 kg ni tashkil etadi. Benzin nastroykasida, dizel variantida esa to'liq 2000 kilo bo'ladi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, Tiger VR modellarida 110 dan 130 ta ot kuchigacha bo'ladi. Bu ma'lumotlar texnika kuzov nastroykasiga qarab o'zgarishi mumkin. Hamma ma'lumotlarni bitta videoda aytib o'tish juda ham qiyin. Shuning uchun FAV.uz saytiga o'tib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Siz esa mana shunday dunyoning mashhur texnikalar ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonga kirishini qanday baholaysiz? Javobni izohlarga qoldiring.